Bir, ikki, uch. Bir, ikki, uch. Bir, ikki, uch. Sekin gapiradigan tonda, sekin, muloyim, lekin ulug'vor, xuddi nuroniy, ziyoli, nuroniy emas, yoshi ulug', zabardast, ta'rif berishni ham bilmayman. Xuddi o'ta hurmatli zot gapirganidek, o'ta ta'sirli ohangda erkalab uxlatadigan, quloqqa yoqadigan tovushda, intonatsiyada o'qiymiz. Va o'sha tonni ham o'zgartir. Umring o'tadir, sen na xayollar suradirsan, beg'am yuradirsan, maqsad ne? Farog'at ko'yiga yo'l buradirsan, kimga jo'radirsan? Ochilgali ko'z shartmi ekan toshga bosh urmak, so'ng ko'zni yashirmak? Ne o'y bila nodon toshiga bosh uradirsan, ne naf ko'radirsan? Qum ustiga sen bo'yla imorat quradirsan. Aysh suradirsan. Kim bo'ladi, kim bo'la olding? Qum ustiga sen bo'yla imorat quradirsan, ham aysh suradirsan. Haddingni bil, chek qo'y o'yin, bazm o'tirishga, ko'z och o'tirishga, ko'rsatmagay ul kunniki sen uradirsan, hayron turadirsan, hayron turadirsan, hayron turadirsan. Yig'lab keladir ushbu jahonga aziz inson, kulgay u ketar on, shoyatki hayot qarzing uzib ulguradirsan, qahqah uradirsan. Buni nega bunday o'qiyapman? Ovozni yo'g'onlashtirish, harflarni dona-dona tushunarli qilib chiqishi uchun mashq bu. Ovozni dona-dona chiqib, tonni o'zgartirib, intonatsiya, ya'ni so'zlarga urg'u berib, ta'riflash san'atini, ta'riflash qobiliyatini rivojlantirish uchun xuddi shunaqa mashq qilib o'qiyapman. Nima edi? Sahiylikni odat qilgan bo'lsa kim, elga sochgan bo'lsa borini doim. Himmati bor bo'la turib ilohim, qo'lidan davlating ketmasin uning. Qo'lidan davlati ketmasin uning. Qo'lidan davlati ketmasin uning. Kim umrida sira bilmagan tinim, mehnatsiz bir lahza turolmagan jim. G'ayrati bor to'la turib ilohim, belidan quvvati ketmasin uning. Bir ishga qasd qilib shoiru olim, xayol surib keyin ne bo'lur holim. Qudrati bor bo'la turib ilohim, dilidan jur'ati ketmasin uning. Dilidan jur'ati ketmasin uning. Dilidan jur'ati ketmasin uning. Dilidan jur'ati ketmasin uning. O'zgarish bormi o'zi? 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 Jon shirinmi, qand shirin, aytish qiyin do'stim, daf'atan. Shirinlikda nima ziyoda, go'dak uchun ona ko'ksidan
shirin narsa yo'qdir dunyoda. Yillar o'tib yoshiga monand o'zgaradi har bitta inson. Bolalikda shirin bo'lsa qand, qariganda shirin bo'lar jon. 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 Sukunatdan siqilsa ba'zan, halovatga o'rganmagan jon. Izlab tashqin hislarga maskan, yo'l olaman vokzalga tomon. Bu she'rlar o'ta bizga to'g'ri kelmoqda. Qadimgiroq o'tgan asrda yashab, she'r yozib, balki o'tgan asr emas, 2-3 asr oldin Ahmad Yassaviy qaysi davrda yashagan? Ahmad Yassaviy hikmatlarini o'qiymiz. Ahmad Yassaviy hikmat ekan, hammasi hikmat ekan. Qudrat bilan farmon qildi Mavlom bizga. Yerda, ko'kda jondir muhlat qolmas ermish. Qobiz qildi Azroilni olam uzra. Aziz jonni olmoguncha qo'ymas ermish. Yoshim mani yosh bo'lur deb aytur edim. Har na hosil qilsam oz deb aytur edim. Turluq da'vo ishlar qilur erdim. Turluq da'vo ishlar qilur erdim. Endi bildim, man ayg'ondan bo'lmas ermish. Nimaga bunday qilyapman? Harflarda har bir harfni chiqarishga, urg'u berishga mashq. Bilmayman, bilganimcha shu.